Do'stlar, man nima aytmoqchi? Manda bor yaxshi oila odam, oyim, man ularni yaxshi ko'raman. Ikkita singlim bor, jiyanimlar bor, man yaxshi ko'raman ularni. O'zimdan ikkita bolam bor, farzandim. Bitta o'g'lim 7 yoshli, qizim, mani prinsessam 2 yosh. Ularni вообще yaxshi ko'raman. Ну вот, mandan hammasi yaxshi. Da man baribir yaxshi ko'raman yashash. Baribir bolalarga man kerak, oyim odamga, singlimlarga, hammaga man kerak-da. Из-за этого man лечение olyapman. Вот. Вот shunaqa do'stlar. Xo'p, hammaga sog'lom, salomat bo'linglar. Xayr.